Keyingi yillarda madaniyat tushunchasi bilan birga sivilizatsiya atamasi ham tez-tez eshitiladigan bo'lib qoldi. Muayyan xalq, hudud yoki davlatning taraqqiyot bosqichlari, ularga xos madaniy rivojlanish to'g'risida gap ketganida, olim va mutaxassislar ana shu atamadan foydalanmoqda. Bu esa o'z-o'zidan xo'sh, madaniyat nima kabi savollarga javob berishni taqozo etadi. Madaniyat ko'p qirrali ijtimoiy tarixiy hodisa bo'lib, insoniyat ma'naviyati yo'qolib borgani sayin mazkur tushunchaning mazmuni tobora torayib boradi. Madaniyat inson tomonidan yaratilgan sun'iy olamdir yoki ikkinchi tabiatdir degan qarashlar ham yo'q emas. Bunda odam zotining yaratuvchilik qobiliyati, iqtidori va shu asosdagi faoliyati hamda ularning natijalari nazarda tutiladi. Madaniyat inson bilimlari, ko'nikma va tajribalarini, ma'naviy salohiyatini hamda amaliy faoliyat jarayonida inson ideallarining ro'yobga chiqishi va shaxs sifatida kamal topish jarayonini o'zida aks ettiradi. Har bir xalq o'ziga xos madaniyat yaratadi va shu madaniyat tufayli o'zligini anglaydi. Jahon taraqqiyotiga hissa qo'shadi. Milliy madaniyat rivojida quyidagilar katta o'rin tutadi. Birinchisi, millatning vatani. Millat tarqalgan va u azaldan yashab kelayotgan hudud. Milliy madaniyatning kamol topishi, rivoji va saqlanishi uchun eng asosiy tabiiy omil bu vatandir. Uning sajdagoh kabi muqaddasligining sabablaridan biri ham ana shunda. Vatansiz milliy madaniyatning takomili, uning avlodlardan avlodga to'la holda meros qolishi to'g'risida gapirish qiyin. Millatning tili, mutaxassislarning hisob-kitoblariga qaraganda, dunyoda 2000 dan ortiqroq tillar mavjud. Kichik lahjalarni qo'shib hisoblansa, bu ko'rsatkich yanada ortadi. Til millatning ruhi, unga mansub kishilarning bir-biriga va dunyoga aytadigan so'zi, millatning o'tmishi va merosini ifoda qilish, maqsad va istaklarini bayon etish uslubidir. Millatga mansub kishilarning ma'naviyati, axloq va nafosati. Jahon millatni ana shu jihatlar orqali taniydi, baholaydi. Kishilar o'zaro munosabatga kirishayotganida ham millatning mentaliteti, axloqiy va ma'naviy xususiyatlarini hisobga oladi. Biror kishi bilan munosabatga kirishilayotganda ana shu xususiyatlar hisobga olingani kabi, xalqaro munosabatlarning ham ma'naviyat bilan bog'liq yozilmagan qonunlari, aytilmaydigan qoidalar bor. Gohida madaniyat deyilganida aynan ana shunday aytilmaydigan va yozilmaydigan qonuniyatlar nazarda tutiladi. Navbatdagi gaplar esa urf-odatlar, an'analar. O'z urf-odat va an'analarga ega bo'lmagan millat yo'q. Ma'naviy hayotning mana shu jihatlari orqali millatning o'zligi namoyon bo'ladi. Urf-odat va an'analarda millatning tarixi, o'tmishi, madaniy merosi o'z aksini topadi. Ana shu xususiyatlarni yo'qotgan millat etno-ijtimoiy birlik sifatida yo'qoladi. Madaniyatda milliylik va umuminsoniylik. Jahonda 1600 dan ortiqroq millat yashaydi. Ular uchun bizning ona sayyoramiz umumiy vatan bo'lib hisoblanadi. Ana shu umuminsoniyat jamoasining hamjihat yashashi, birgalikda va yonma-yon faoliyati natijasida butun jahon madaniyati va sivilizatsiyasi shakllangan.